Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli muxlislar. Mana bugun do'stimiz, hamkorimiz Olimjon Akimov bilan yaxshi insonlarning to'ylarida xizmatda bo'ldik. To'y juda ham fayzli, juda ham go'zal bo'lib o'tdi. To'y jarayonida yangi she'r yozib qo'ydim, ilhom kelib o'qib beraman, hali to'lov bitmagan bo'lsa-da, yo'qsa qo'llab-quvvatlab turasiz. Yigitlikning baxti keldi, podshodirsan taxti keldi. Endi bitta qiz topukam, uylanishni vaqti keldi. Ariqlarda oqar suvlar, suv sepadi osiluvlar. Vaqt shamolday bizni quvlar, uylanishning vaqti keldi. To'xta, qayga qochding yana, o'zing gapni ochding yana. 20dan ochding mana, uylanishning vaqti keldi. Mahallada kunda yor, to'yda qizlar qator, ketkazmagin vaqtni bekor, uylanishning vaqti keldi. Bizni kuzatib oling, kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Salom.